Noxush xabar. O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan taniqli xonanda Sevinch Mo'minova bugun afsuski avtohalokatga uchradi. Assalomu alaykum hurmatli tomoshabin. Tezkor yangiliklardan birinchilardan bo'lib xabardor bo'lishni istasangiz, videomiz ostida bir dona like va podpisatsiya tugmachasini bosib qo'yishni unutmang. Xonanda Sevinch Mo'minova avtohalokatga uchradi. Sevinchning Instagram sahifasida aytilishicha, u avariya oqibatida boshidan jarohatlangan. Bir kun shifoxonada davolanganidan so'ng unga uyiga javob berilgan. Hozirda ahvoli qoniqarli ekanligi aytilmoqda. Sevimli xonandamizga tezroq sog'ayib ketishini tilaymiz. Laziza Shokuzning ijtimoiy tarmoqlarda ta'kidlashicha, bugun Sevinch Mo'minova bilan bog'liq kutilmagan holat bo'ldi. U avariyaga uchradi. Shukrki, hozir holati yaxshi, sog'-salomat. Xavotir olib yozgan, qo'ng'iroq qilgan va duo qilgan barchangizga uning nomidan chin yurakdan rahmat aytaman. Mehringiz va qo'llab-quvvatlashingiz juda qadrli. Iltimos, o'zingizni ehtiyot qiling, deyiladi xabarda. Bizni kuzatishda davom eting. Kanalimizga obuna bo'lib, podpisatsiya tugmachasini bosib qo'yishni unutmang.